Yurtdoshlar qandaysizlar, kayfiyatlarmish, nemajigarlar. Bugun sizlar bilan birgalikda Minecraft va Zombie Apocalypse o'yinini o'ynaymiz, qarochi jigarlar. Videomu boshlashdan oldin videoga like bosing. Jigarlar, videoga like bosamiz. Videoga az 5 jigarlar, videodan boshladik. Qarochi yine bizni bazacha bundan olgan tomonimizda endi narsani olib kelish kerak jigarlar. Bu taraf bazamiz. Bu yerni meni bosib olish kerak. Bu taraf polniy zombi. Qarochi ana bu tarafda o'tish uchun lista bor edi. Bu taraf yuqorida ekan. Keyin o'zimga qaytmadi hali. Qaysi keyin bilan video qilardi. Bu tarafda ekan. Bu yerni ham kattaytiramiz. Olib qolmasam bo'ladi jigarlar. Katta shahar ham yer. Eshitgan bo'lsangizlar ham zombi jigarlar. Mana jigarlar, zombi. Koş. Katta tushib bo'ldim, kattan tushdim. Kattan tushdim men. Mashta. Jigarlar, bir nishonni uzmasak, qarochi. Davay, yon tarafga o'tib bo'lmaydi. Buzish. Oho, bu yerdan bu tarafda ham zombi ko'p. O'lmasdan avval ovqatlarni olamiz. Kerakli narsalarimizni olib tez qaytamiz. Davay. Vay, ichkarida endi. Ichkarida ekan-ku. Tushib bo'ldim men. Vay, mana işte bizni uy. Oldindan tushdim yo yonbosh tarafdan tushdimmi bilmayapman jigarlar. Mana shu yerga tushib bo'ldik xonaxo'da. Mana cho'mashdi. Lekin mana qanday zombilar chiqib turuvdi-da tushgan paytda. Ajoyib holat demoqchi edim. Diğer narsalarimiz qolib qoldi. Endi topolmaymiz, majbur bo'lamiz. Topolmaymiz. Qoch. Uring bratishka.
Dushi. Rahmat jigar. Hozir endi. Hozir da ko'rib narsalarimiz bor. Bu tarafda bitta kirka. Kiyimlarimiz ham o'sha yerda qolib ketgan. Endi ertalab topamiz. Turamiz. Turdik mana endi eshik yopildi. Mashitlarga tushib ketdik-da. Mashitdan tushgan bo'lsak, oldida yotgan bo'lsa ham katta gap. Yo bu tarafdan tushdikmi? Necha jigarlar bu tarafdan tushdik, lekin mashitdan tushib borgandik. Hozir endi daraxtlarga tegmaymiz. Birinchi uch yerda pastga tushamiz. Bu tarafdan asta sekinlik bilan tushib, mabeni tozalab ketamiz. Nima uchun deganda bu ham bizga kerak bo'ladi. Yer ishdan bo'lganda o'zi boshdan o'ylab ko'rganda video qilolmayman. Hozir pastlarni taxlab chiqamiz. Kerakmaydigan narsalarni olamiz. Bo'ldi pastida hammasi. Endi u taraf oynalarni ham qistirib, bu taraf ponni budamizda. Bu taraf ham ponni berkimas ekan. Mana bitta oynalarni olamiz-da, bu tarafga yopamiz. Bularni ham ochib bo'lmaydi. Bizga birinchi chetda yorug'lik. Bu yer lift ekan. To'g'ri pastga suvga tushib ketasizlar, jigarlar. O'zim o'tni tanlamoqchi edim. Taptakiz, pastda hech qiyinchiligi yo'q. Lekin afsuski yerga chiqish imkoniyatiga ega emas ekan. Nima uchun deganda u yerga poyezd o'tgan. Hamdasa men o'zi bu tarafni ko'rib bo'lgandim. Hamma zombilarni u yerda turishdi, jigarlar. Hozir endi bu tarafga o'taylik-da, biz tushib ketmasdan. O pastda like bosamiz. Like bosamiz. Qancha ko'p like yursa, mana shu zombi apokalipsini keyingi qismi chiqishi imkoniyatiga ega bo'ladi degan. Hali chiqmaydi. Birinchi qismini olib chiqyapmiz. Bu taraflarni taxta qilib. Beklab ochiladigan bo'lganda bu. Hozir bo'lmaydi.
Endi bu tarafdan oynasılarni olib chiqish kerak, o'yinlarini yana boshqa ishlar qilish kerak. Hali ish ko'p deganlar. Like bosamiz. Hamma yerda fonarik, pastga ketadigan joy ham ko'proq. Bu yerlar nima bo'lyapti? Suv bor edi, suvdan barbod bo'ldi diyorlar. Suvdan barbod bo'ldi. Ovqatlarimiz ham yo'q endi. Diyorlar, короче. Bu taraf ham berik, bu tarafni ko'rsak. Yarim joylarni chaqirdi. Yarimdan ko'p место. Bu yerim uçtan Yerler menimcha bugun ketadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa like, comment. Ko'p qilmoqchi edim, ishim chiqib qoldi. Keyingi videoda Damir chotki bo'ladi degan. Xayr.